Bilasanmi, tarixdagi eng tezkor futbolchi Gepardek tez yuguradi. Mana, barcha davrlarning eng tez 5 futbolchisi. 5-raqam Mickey van de Ven. Gollandiyalik himoyachi soatiga 36,9 km, 22,9 milya tezlikka erishgan. Uning o'lchamidagi futbolchi uchun bu hayratlanarli tezlik. Uning o'ziga xos tezligi tufayli u deyarli har qanday hujumchini darvoza tomon yugurayotgan paytda ushlab olishi mumkin. 4-raqam Thierry Henry. Fransuz afsonasi soatiga 37,5 km, 23,3 milya tezlikka erishgan. Bu yuqori tezlik uni raqib himoyachilari uchun haqiqiy dahshatga aylantiradi. 3-raqam Kylian Mbappe. Soatiga 38 km, 23,6 milya tezlikka ega bo'lgan fransuz yulduzi qarshi hujumda halokatli qurol hisoblanadi. Uning portlovchi tezligi himoya chiziqlarini yorib o'tadi. Dunyoning eng yaxshi himoyachi